Salom, hurmatli kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan aziz vatandoshlar. Bugun biz har birimiz uchun nihoyatda muhim, ba'zan esa qo'rqinchli bo'lishi mumkin bo'lgan vaziyat haqida batafsil suhbatlashamiz. Tasavvur qiling, eshigingiz taqillanmoqda va u yerda sizni ko'rishni istagan huquq tartibot idoralari xodimlari turibdi. Balki ular eshigingizni ochishni talab qilmoqda yoki undan ham yomoni, hatto eshikni buzib kirishga urinishmoqda. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? O'zingizni va oilangizni qanday himoya qilish mumkin? Bu ma'lumotlar har bir fuqaro, ayniqsa 19 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan, huquqlarini bilishi shart bo'lgan har bir shaxs uchun hayotiy ahamiyatga ega. Ushbu videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling. Chunki bugungi bilim ertaga sizning xotirjamligingizni ta'minlashi mumkin. Shunday ekan, hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz faqatgina sizning huquqlaringizni himoya qilishga qaratilgan foydali ma'lumotlarni berib boramiz. Muammoning mohiyati, vaziyat qanday o'zgardi? Avvallari odamlar orasida shunday bir tushunch bor edi. Agar hech qanday qonunbuzarlik qilmasang, hech kim sening eshigingga kelmaydi. Yoki politsiya o'yinga kirishi uchun juda jiddiy asos kerak. Qisman bu to'g'ri edi. Lekin bugungi kunda jamiyatdagi tezkor o'zgarishlar, axborot texnologiyalarining rivojlanishi va qonunchilikdagi ba'zi yangiliklar sababli huquq tartibot idoralarining faoliyati ham o'zgarmoqda. Avvalo, jinoyatchilikka qarshi kurashish choralari kuchaytirilmoqda va ba'zan bu choralar fuqarolarning shaxsiy daxlsizligi huquqi bilan to'qnash kelishi mumkin. Ilk bor shuni ta'kidlash kerakki, fuqaroning uy-joy daxlsizligi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tomonidan himoya qilingan asosiy huquqlardan biridir. Konstitutsiyaning 27 moddasida aniq yozilgan har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim sudning qarorisiz yashayotgan joyiga kirishi yoki tintuv o'tkazishi mumkin emas. Bu asosiy tamoyil. Ammo har bir qoida o'z istisnolariga ega va aynan shu istisnolar ko'pincha fuqarolar uchun chalkashliklarni yuzaga keltiradi. Oldinlari bu holatlar kam uchragani uchun odamlar ularga unchalik ahamiyat bermasdi. Hozir esa turli xil sabablarga ko'ra gumonlarning ko'payishi, ma'lumotlarning tez tarqalishi, hattoki bexosdan qonuniy faoliyat doirasiga tushib qolish ehtimoli ortishi bilan bu vaziyatlarga duch kelish ehtimoli ortib bormoqda. Shu sababli har bir fuqaro o'z huquqlarini aniq bilishi va ularni himoya qilish mexanizmlarini tushunish kerak. Asosiy qism nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanish kerak va kimga ortiqcha xavotirga tushish shart emas. Keling, avvalo huquq tartibot idoralari xodimlari sizning uyingizga kirishga qonuniy asosga ega bo'lgan holatlarni ko'rib chiqaylik. Bu juda muhim, chunki ko'pchilik aynan shu yerda chalkashadi. Birinchi, sudning qarori, tintuv o'tkazish to'g'risidagi order. Bu eng keng tarqalgan va asosiysi hisoblanadi. Jinoyat protsessual kodeksining JPK 6 moddasiga ko'ra, tintuv o'tkazishga faqatgina sudning ajrimi asos bo'ladi. Ya'ni shunchaki tergovchining xohishi yoki prokurorning ko'rsatmasi emas, balki sudning rasmiy muhrlangan va imzolangan qarori bo'lishi shart. Asterisk, misol bir kutilmagan mehmonlar. Tasavvur qiling, ertalab soat 7 da eshigingiz qattiq taqillanmoqda. Derazadan qaradingiz. Tashqarida 3-4 ta forma kiygan shaxs turibdi. Ular sizni ochishni talab qilib, o'zlarini huquq tartibot xodimlari deb tanishtirishmoqda. Siz o'zingizni xotirjam tutasiz, chunki hech qanday qonunbuzarlik qilmagansiz. Lekin ular tintuv o'tkazish uchun kelganliklarini aytishmoqda. Birinchi qiladigan ishingiz eshikni darhol ochmang. Eshikdan ulardan xizmat guvohnomalarini ko'rsatishni, lavozimini, ism-sharifini, xizmat qilayotgan bo'limini aytishni talab qiling. Keyin nima sababdan keldingiz va qanday asosda mening uyimga kirishni talab qilyapsiz deb so'rang. Agar ular sudning tintuv o'tkazish to'g'risidagi ajrim borligini aytsalar, unda ulardan shu ajrimni eshik orqali ko'rsatishni talab qiling. Sizning huquqingiz bor ajrimni diqqat bilan o'qishga, ajrimda nimalar yozilgan bo'lishi kerak? Sudning nomi va ajrim chiqarilgan sana. Qaysi ish bo'yicha tintuv o'tkazilayotgani, tintuv o'tkazilishi lozim bo'lgan manzil, sizning uyingizning aniq manzili, qaysi shaxsga nisbatan tintuv o'tkazilayotgani, sizning ism-sharifingiz agar sizga tegishli bo'lsa, nimalar qidirilishi lozimligi, masalan, o'g'otar gurol, giyohvand moddalar, o'g'irlangan narsalar va hokazo, sudyaning imzosi va sudning muhri. Agar ajrimda yuqoridagilardan birortasi noto'g'ri bo'lsa, masalan, manzil boshqa bo'lsa, sizning ismingiz emas, boshqa odamning ismi yozilgan bo'lsa yoki muddat o'tib ketgan bo'lsa,
Siz ularni xato qilib kelganliklari haqida ogohlantirasiz va eshikni ochmaslik huquqiga egasiz. Bu holatda agar ular shunga qaramay kirishga harakat qilsalar, bu qonunbuzarlik bo'ladi. Asli kim tashvishlanishi kerak? Agar sizga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa yoki sizning uyingizda jinoyatga aloqador shaxslar yashasa, yoxud jinoyat izlari, qurollari, o'g'irlangan mulk saqlanayotgan bo'lsa, albatta bunday vaziyatlarda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ammo qonunlarga rioya qiluvchi fuqarolar ham xavotirga tushishi mumkin. Chunki ayrim hollarda xato qurboniga aylanish ehtimoli mavjud. Masalan, sizning qo'shningiz qandaydir noqonuniy ishlar bilan shug'ullanadi va sizning manzilingiz xato bilan uning manzili sifatida ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki siz ilgari yashagan uyingizning yangi egasi tomonidan sodir etilgan jinoyat izlari qoldirilgan bo'lishi mumkin. Aslida kimga ortiqcha xavotirga tushish shart emas. Agar siz qonunlarga rioya qilsangiz, hech qanday jinoyatga aloqador bo'lmasangiz, sizning uyingizda qonuniy tarzda taqiqlangan narsalar saqlanmasa, ortiqcha xavotirga tushishga hojat yo'q. Ammo shu bilan birga yuqorida aytilgandek, o'z huquqlaringizni bilish har doim foydadan xoli bo'lmaydi. Chunki bilimsizlik ko'pincha adolatsizlikka olib keladi. 2. Shoshilinch holatlar. Sudning qarorisiz kirish mumkin bo'lgan istisnolar. Jinoyat protsessual kodeksining 16 moddasi 2-qismida sud qarorisiz uy joyiga kirish mumkin bo'lgan holatlar sanab o'tilgan. Bu juda muhim. Inson hayoti va salomatligiga xavf tug'ilganda. Masalan, uyingizdan kimningdir baqirib yordam so'rayotgan ovozi eshitilsa yoki gaz hidi kelsa, yoxud yong'in chiqsa, bu holatlarda huquq tartibot xodimlari shoshilinch ravishda hatto eshikni buzib bo'lsa ham kirishga haqlidirlar. Misol 2. Hayotni saqlash uchun kechki payt qo'shningizdan qattiq tutun hidi kelyapti yoki uydan yordam so'rab baqirishlar eshitilyapti. Qo'shnilar politsiyaga xabar berishdi. Huquq tartibot xodimlari kelib eshikni taqillatadi. Lekin hech kim javob bermaydi. Bunday vaziyatda ular eshikni buzib kirishga majbur bo'lishlari mumkin. Ularning maqsadi jinoyatni ochish emas, balki odamning hayotini saqlab qolish yoki mol-mulkka yetkaziladigan zararni oldini olishdir. Sizning huquqingiz bu holatda ham ulardan o'zlarini tanishtirishni so'rash, ammo ularning harakatlariga to'sqinlik qilish xavfli bo'lishi mumkin. Aslida jinoyat izidan ta'qib qilishda. Agar jinoyat sodir etgan shaxs huquq tartibot organlaridan qochib sizning uyingizga kirib ketsa, bu tezkor ta'qib deb ataladi. Bunda harakatlar uzluksiz va darhol bo'lishi kerak. Misol o'ti issiq izdan. Ko'chada kimdir birovning sumkasini tortib olib qochdi va to'g'ri sizning uy kirishingizga yugurib kirib, biron kvartiraga yashirindi. Politsiya uning orqasidan ergashib bu binoga kirishga haqli. Agar ular kimningdir uyiga kirganini aniq bilsa, ular o'sha uyga kirishga haqli bo'ladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bu holatda ham ular sizga o'zlarini tanishtirishlari va vaziyatni tushuntirishlari shart. Asli jinoyat sodir etilishining oldini olish. Agar uyingizda jinoyat sodir etilayotganligi haqida asosli gumonlar bo'lsa va bu jinoyat inson hayoti yoki salomatligiga jiddiy xavf tug'dirsa, asli shoshilinch choralar ko'rish zarurati. Asli yuqoridagi holatlar kabi kechiktirib bo'lmaydigan holatlarda, masalan, agar jinoyatchi guvohni ushlab turgan bo'lsa yoki portlovchi moddalar mavjudligi haqida ma'lumot bo'lsa, asli muhim eslatma. Astrish sud qarorisiz uyga kirish holatlarida huquq tartibot organlari 24 soat ichida prokurorni xabardor qilishi va prokuror ham bu haqda sudga xabar berishi shart. Sud esa keyinchalik bunday harakatlarning qonuniyligini tekshiradi. Bu sizning huquqlaringizning qo'shimcha kafolatidir. Ma'muriy huquqbuzarliklar. Aksariyat hollarda ma'muriy huquqbuzarliklar, masalan, shovqin, mayda bezorilik uchun huquq tartibot organlari sizning ruxsatingizsiz uyingizga kirishga haqli emas. Misoldir, shovqinli qo'shnilaringiz tinimsiz baland musiqa qo'yib, jamoat tartibini buzmoqda. Politsiya keladi. Eshikni taqillatadi. Ular sizdan eshikni ochishni talab qilib, baland musiqani o'chirishni buyurishi mumkin. Agar siz eshikni ochmasangiz, ular sizning uyingizga kuch bilan kirishga haqli emaslar. Chunki bu ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanadi va inson hayotiga bevosita xavf tug'dirmaydi. Faqatgina uydagi shovqin boshqa bir jiddiy jinoyatning belgisi bo'lsa, masalan, kimdir jabr ko'rayotgan bo'lsa. Yuqoridagi shoshilinch holatlar qoidasi ishga tushishi mumkin. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar bu qismda ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan, ammo juda muhim bo'lgan jihatlarni ko'rib chiqamiz. 1. Astirish ixtiyoriy rozilikni berish tuzog'i.
Ba'zan huquq tartibot xodimlari sizni eshikni ochishga yoki o'z xohishingiz bilan uyingizga kirishlariga ruxsat berishga ko'ndirishga urinishadi. Ular shunday deyishi mumkin. Qo'rqmang. Shunchaki gaplashib olamiz. Bizda hech qanday muammo yo'q. Shunchaki ba'zi savollarga javob berishingiz kerak yoki agar o'zingiz ochmasangiz majburlashimizga to'g'ri keladi. Bu esa siz uchun yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Esda tuting. Agar siz ixtiyoriy ravishda eshikni ochib, ularni uyingizga kirishga ruxsat bersangiz, bu sizning roziligingiz hisoblanadi va keyinchalik ularning kirishini noqonuniy deb hisoblash juda qiyin bo'ladi. Har doim qonuniy asos talab qiling. Agar qonuniy asos bo'lmasa, eshikni ochmaslik sizning huquqingizdir. Noaniq jihat ba'zan xodimlarning so'zlari yoki harakatlari shunchalik bosim o'tkazadiki, odamlar o'z xohishiga qarshi ravishda eshikni ochishadi. Keyinchalik bu holat sud tomonidan ixtiyoriy rozilik deb baholanishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni to'g'ri baholash va o'z huquqlaringizni qat'iy talab qilish juda muhim. 2. Videoga olish huquqi. Sizning huquq tartibot xodimlari bilan muloqotni eshik oldida ham, ular ichkariga kirsa ham videoga yoki ovozga yozib olish huquqingiz bor. Bu sizning himoyangiz uchun juda kuchli vositadir. Video yozuvlar ularning harakatlarining qonuniyligini tasdiqlash yoki aksincha ularning huquqbuzarliklarini isbotlash uchun dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Lekin videoga olish jarayonida ularning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilmasligingiz kerak. Pitfall. Ba'zi xodimlar videoga olishga qarshilik ko'rsatishi mumkin. Meni videoga olmang yoki telefoningizni qo'ying deb talab qilishi mumkin. Lekin sizning bunday huquqingiz bor. Ularning bu talabi qonuniy emas. Ammo tortishuvga kirishmasdan imkon boricha yashirincha yozib olishga harakat qiling, agar ochiqchasiga ruxsat berishmasalar. Yozib olingan materiallarni darhol xavfsiz joyga, bulutli xotiraga yuklab qo'yish ham muhim, chunki telefoningizni olib qo'yishlari mumkin. Xolislar, guvohlar ishtiroki. Jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, tintuv yoki olib qo'yish kabi protsessual harakatlar o'tkazilganda kamida 2 nafar xolis ishtirok etishi shart. Xolislar bu ishga hech qanday aloqasi bo'lmagan betaraf shaxslardir. Ular jarayonning qonuniyligini tasdiqlovchi dalil hisoblanadi. Agar huquq tartibot xodimlari xolislarsiz tintuv o'tkazishga harakat qilsalar, ularning harakatlari noqonuniy hisoblanadi va tintuv natijasida olingan dalillar yuridik kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Tuzoq. Ba'zan xolislar o'rniga mutaxassis yoki hodisaning guvohi sifatida o'z odamlarini jalb qilishga urinishadi yoki shoshilinch bahona bilan xolis topishga vaqt yo'q deyishi mumkin. Siz xolislarning bo'lishini qat'iyan talab qilishingiz kerak. Agar ular xolis topishmasa, siz o'zingizning qo'shnilaringizdan yoki boshqa ishonchli shaxslardan xolis bo'lishni so'rashingiz mumkin, agar ular bunga rozi bo'lsa. Noaniq jihat. Xolislar faqat kuzatuvchi emas, ular protokolda o'z imzolari bilan jarayonning qonuniyligini tasdiqlashadi. Agar xolislar nimadir noto'g'ri bo'lganini ko'rsalar, ular protokolda o'z izohlarini qoldirish huquqiga egalar. Protokol bayonnomaning ahamiyati. Har qanday tintuv, olib qo'yish yoki boshqa protsessual harakat yakunida protokol tuzilishi shart. Bu hujjatda barcha harakatlar, topilgan va olib qo'yilgan narsalar batafsil yozilishi kerak. Siz protokolda yozilgan barcha ma'lumotlarni diqqat bilan o'qib chiqishingiz, uning to'g'riligini tekshirishingiz shart. Agar biron bir noto'g'rilik, aniqsizlik yoki sizning fikringizcha qoidabuzarlik bo'lsa, siz protokolda o'z izohlaringizni kiritish huquqiga egasiz. Masalan, tintuv xolislarsiz o'tkazildi. Mening guvohnomalarimni ko'rsatish talabim e'tiborsiz qoldirildi. Ular menga advokat chaqirishimga ruxsat berishmadi va hokazo. Ushbu izohlar keyinchalik sizning himoyangiz uchun juda muhim bo'ladi. Pitfall. Ko'pincha xodimlar protokoldagi izohlarga kerak emas, muhim emas, vaqt yo'q deb e'tibor bermasligingizni talab qilishi mumkin. Bu noto'g'ri. Har qanday holatda ham, agar siz rozi bo'lmagan biror narsa bo'lsa, uni yozib qo'yishdan tortinmang. Agar protokol nusxasini berishmasa, buni ham protokolda qayd eting. 5. Noqonuniy kirishning oqibatlari. Agar huquq tartibot xodimlari sizning uyingizga qonuniy asoslarsiz yoki protsessual qoidalarni buzgan holda kirib kelgan bo'lsa, ularning barcha harakatlari noqonuniy hisoblanadi. Bu holatda tintuv natijasida olingan barcha dalillar, masalan, topilgan narsalar, hujjatlar sud tomonidan haqiqiy dalil sifatida qabul qilinmasligi mumkin. Bundan tashqari, bunday harakatlar uchun huquq tartibot xodimlari javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki,
Siz ularning harakatlari ustidan shikoyat qilish huquqiga egasiz. Asterisk maxsus holatlar. Voyaga yetmaganlar, nogironlar, qariyalar. Agar uyda voyaga yetmagan bolalar, nogironligi bor shaxslar yoki keksa kishilar bo'lsa, bu holatga alohida e'tibor berish lozim. Bunday shaxslarning qonuniy vakillari yoki yaqin qarindoshlari protsessual harakatlarda ishtirok etishi ta'minlanishi shart. Voyaga yetmagan shaxslar ishtirokidagi tintuvlarda pedagog yoki psixologning ishtiroki ham talab qilinishi mumkin. Ularni ruhiy va psixologik bosimdan himoya qilish uchun qo'shimcha choralar ko'riladi. Aşk hissiy bosim va xotirjamlik. Bunday vaziyatda vahima tushish, emotsiyalarga berilish juda oson. Ammo aynan mana shu paytda xotirjamlikni saqlash, aniq va mantiqiy fikrlash juda muhim. Ularning harakatlariga jismonan qarshilik qilmang, bu sizga qarshi qo'llanilishi mumkin. Lekin o'z huquqlaringizni og'zaki ravishda qat'iy va tushunarli tarzda bildirishdan tortinmang. Men sizning harakatlaringizga noroziman, bu noqonuniy deb hisoblayman va keyinchalik shikoyat qilaman kabi so'zlarni aytish o'rinli bo'ladi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz yuqorida tasvirlangan vaziyatga tushib qolsangiz, amalda qanday qadamlar qo'yishingiz kerak? Eshik oldida. 1. Darhol eshikni ochmang. Asterisk bu birinchi va eng asosiy qoida. Sizning uyingiz sizning qo'rg'oningiz. 2. Asterisk kimligini so'rang. Eshikdan turib baland ovozda kim bu, kim eshikni taqillatyapti deb so'rang. Asterisk identifikatsiyani talab qiling. Lavozimingiz, ism sharifingiz, bo'limingizni ayting va xizmat guvohnomangizni eshik orqali ko'rsating. Ular eshik orqali guvohnomalarni ko'rsatish shart. Seriyali raqamini va amal qilish muddatini eslab qoling yoki yozib oling. Agar ular oddiy kiyimda bo'lsa, ayniqsa shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qiling. 4. Asterisk kelish sababini so'rang. Nima sababdan keldingiz? Meni nimada aytmoqchisiz yoki nima sababdan meni izladingiz deb aniq so'rang. 5. Asterisk qonuniy asosni talab qiling. Agar ular tintuv yoki olib qo'yish uchun kelgan bo'lsalar, qidiruv yoki boshqa protsessual deb talab qiling. Yuqorida aytilganidek sud qarorini diqqat bilan o'qing. Manzil, ism sharif, qidirilayotgan narsalar, sudya imzosi va muhri to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar bu shoshilinch holat bo'lsa, nima uchun aynan shoshilinch ekanligini tushuntirishlarini talab qiling. 6. Advokat chaqiring. Yuqoridagilarning barchasini qilayotganda darhol advokatingizga qo'ng'iroq qiling. Agar advokatingiz bo'lmasa, ishonchli yurist tanishlaringizga yoki yuridik yordam ko'rsatish markazlariga qo'ng'iroq qiling. Ularga vaziyatni tushuntiring va imkon qadar tezroq yetib kelishlarini so'rang. Advokat kelguncha eshikni ochmaslik huquqingiz bor. Agar shoshilinch holat bo'lmasa, 7 asterisk video yoki ovozga yozib oling. Telefoningizni olib, eshikdan turib, ularning barcha harakatlari va so'zlarini yozib olishni boshlang. Men o'zimni va uy-joyim daxlsizligini himoya qilish maqsadida barcha muloqotni videoga yozib olaman deb ogohlantiring. Agar ular eshikni buzib kirishga urinsa yoki kirishsa, 1. Asterisk jismonan qarshilik qilmang. Bu sizga qarshi qo'shimcha ayblovga sabab bo'lishi mumkin. Lekin og'zaki ravishda o'z noroziligingizni bildiring. Sizning harakatlaringiz noqonuniy. Men sizning harakatlaringizga qarshi shikoyat qilaman. 2. Xolislarni talab qiling. Tintuv xolislarsiz o'tkazilmaydi. Xolislarni chaqiring deb qat'iy talab qiling. Agar ular chaqirmasa, protokolda bu holatni qayd eting. Advokat bilan bog'lanish huquqingizni takrorlang. Men advokatsiz hech qanday so'rovlarga javob bermayman va hech qanday hujjatga imzo chekmayman deb ayting. 4. Ularning harakatlarini kuzating. Ular uyingizda nimani qidirayotganini, qayerga tegayotganini, nimani olib ketayotganini diqqat bilan kuzating. Agar ular biror narsani o'zlari tashlagandek tuyulsa, darhol ovoz chiqarib bunga noroziligingizni bildiring va bu holatni qayd eting. 5. Protokolni diqqat bilan o'qing. Tintuv yoki olib qo'yish yakunida tuziladigan protokolni har bir bandini sinchiklab o'qing. Unda barcha olib qo'yilgan narsalar, ularning miqdori, holati aniq ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Agar protokolda yozilganlar bilan rozi bo'lmasangiz, yuqorida aytilgandek o'z izohlaringizni kiriting. Masalan, qidiruv paytida xodimlar shaxsiy buyumlarimga zarar yetkazishdi. Ayrim narsalar protokolda ko'rsatilmagan. Advokatim yo'qligi sababli bu hujjatga to'liq rozilik bildira olmayman va hokazo. 6. Asterisk protokol nusxasini oling. Asterisk siz protokolda nusxasini oldim deb imzo qo'yishingiz va uning bir nusxasini olishingiz shart. Hodisadan so'ng bir advokatga murojaat qiling. Barcha hujjatlar, yozuvlar,
fotosuratlar bilan advokatingizga murojaat qiling. U sizga keyingi harakatlaringiz bo'yicha maslahat beradi. 2. Astirib shikoyat qiling. Agar sizning huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, prokuratura organlariga, Ichki ishlar vazirligining o'z xavfsizlik bo'limiga yozma shikoyat qiling. Shikoyatingizga barcha dalillarni video, fotosuratlar, protokol nusxasi ilova qiling. Shikoyatingizni pochta orqali yoki elektron tarzda yuboring. Ammo uning ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatni, xatni qabul qilinganligi haqida belgi yoki elektron xabar nusxasi oling. O'chu, asl dalillarni saqlang. Barcha yozuvlar, hujjatlar nusxalari, xolislar yoki guvohlarning aloqa ma'lumotlarini ishonchli joyda saqlang. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi batafsil tahlil sizga politsiya eshigingizga kelsa nima qilish kerak degan savolga atroflicha javob berdi. Unutmang, bilim bu kuch. O'z huquqlaringizni bilish va ularni qanday himoya qilishni tushunish sizni ko'plab kutilmagan va yoqimsiz vaziyatlardan asraydi. Biz konstitutsiya kafolatlagan uy-joy daxlsizligi huquqimizni himoya qilishimiz shart. Hech kim bizning qonuniy huquqlarimizni buzishga haqli emas. Ushbu videoni siz uchun foydali deb topgan bo'lsangiz, iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz bunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Tajribangiz qanday? Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling, toki biz huquqiy bilimlarni keng yoyishda davom etaylik. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling, bilimli bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha